keyin qaraymiz. Demak, bugun birinchi darsimiz. Birinchi darsda asosan o'sha dasturlashga kirib, bu bilan ishlashni o'rganamiz. Birinchi biz nima ochib olamiz? Index.html degan fayl ochib olamiz. Faylning kengaytmasi nima ekan? .html. Bizda asosiy nom mana bu nuqtadan keyingi nom hisoblanadi. Mana shundan keyingi nom bizga faylimizni kengaytmasini tushuntirib beradi. Fayl kengaytmasi. Agar siz bundan keyin misol uchun matn oddiy matn.txt qilsangiz, bunga faqat tekst yoza olasiz xolos mana. Ko'rdingizmi? HTML deb yozib, H1 yozsangiz anaqa narsalar chiqadi mana. Ko'rdingizmi mana? Podskaskalar beradi. P ni yozsangiz mana P podskaska mana shu kodlar shu. H1dan H6gacha. Oy, dars qilib kelgan. Ustozini shogirdi. Bay, dars o'tkazib keladi, shunaqa qilsa. Bo'lmasa boshlaymiz. Endi mana bu yerda biz o'zimizdan o'zimiz ma'lumotlar yozib keta olmaymiz. Chunki brauzerda mana live server qilsak, mana Open with live server bossak, ma'lumotlarimiz bizga bitta joyda chiqadi. Ko'rib turibsiz-ku? Bitta joyda chiqadi. Bizga chalkashlik kerak emas. Bitta ma'lumot bizda misol uchun jирный chiqishi kerak, Bir ma'lumot yana boshqa joyda, misol uchun Kunuz veb-saytiga kiramiz. Kunuz veb-saytida har bir ma'lumot, misol uchun matnlari, sarlavhasimi bu? To'g'rimi? Sarlavha. O'zbek maktabida o'qiysizmi? Rus maktabi. Zagolovka. Bo'ldi jiga. O'zbek muzeyi, to'g'rimi? Zagolovka, ya'ni sarlavha. Va bu ajralib turibdi. Ranglari bilan, shrifti bilan, kattaligi bilan, kichkinaligi bilan, to'g'rimi? Bu yana ajralib turibdi, katta kichikligi bilan. H1da yozilgan. Temada-yu. Odina. O'zimiz yozib ketavermaymiz bularni. Mana. Demak, teglarni ajratishimiz kerak ekan. Bizda bu dasturlash kodimizda teglar kerak, muhim bizga. Teglar muhim, misol uchun H1dan H6gacha bilasiz o'sha, to'g'rimi? Bular lekin yozsangiz mana, hamda yoz. Xuddi shunaqa, kichilib ketadi, to'g'rimi? Bu yerda. Ya'ni buni kengaytmasi to'liq shakli nima deydi? Heading deydi. Heading 1 dan 2 gacha, 3, 4, 5 mana. Tushundingizmi? 2, 3, 4, 5, 6 mana. Ochasizlar balkim. Mana. Va biz live server ko'rsak, mana bu yerda to'liq shakli nima ekan? Heading ekan. Tushundingizmi? Bosh degan, ya'ni bosh, sarlavha degan ma'noni anglatadi. Dasturlashda hamma teglari o'zining ma'nosi bor, to'liq shakli bor, lekin qisqartirib yozilgan. Tushundingizmi? Teggi qisqartmasi shakli va mana bu yerda nimasi? Razmerini ajratib olish uchun son berib qo'ygan xolos. Tushundingizmi? Bu sarlavha. Demak, bu nima bo'ldi? Sarlavha teglari. Teglari degani bu o'zbek tilida element hisoblanadi. Tushundingizmi? Elementlari mana. Elementlari hisoblanadi. Buni tushundingiz. Endi ikkinchisi nima qoldi bizda? Bunda o'chiramiz buni. Mana bundoq qilsak, mana. Endi teglar bo'ldi, teglar. Endi teglar ochuvchi teg farqlab oling. Ochuvchi teg doim katta kichik belgilisi bilan ochiladi. Yopuvchi tegda doim oldida nima bo'lar ekan? Slash bo'lar ekan. Ustoz nimaga bu maydalash kerak desangiz, chunki ba'zi bundoq qilsangiz xato berib qoladi-da, ishlamasdan qoladi. Tushundingizmi kodingiz? Xato berib turaveradi keyin. O'shaning uchun ham slash qolib ketgan bo'ladi ba'zida. Mana shu slash qo'yishingiz kerak, doim qo'yilishi kerak bu slash. Ya'ni bu tegga yopuvchiligini bildirib turadi. Va bu teglar qanaqa teglar hisoblanar ekan? Juft teg hisoblanadi. Nima uchun juft teg deyiladi? Chunki buni sherigi bor mana. Tushundingizmi? Sherigi bor. Sherigi aka-uka xullas. Keyin toq teglar ham bor. Sheriksiz ular. Biz shuna qilib ajrata olamiz, xo'p? Toq teg, juft teg. Bular lekin juft teg bo'ldi. Endi keyingisi bizada P tegi bor, misol uchun mana P tegi, paragraf mana. Paragraf tegi bor. Bu P tegida nima qilamiz? P tegida mana Kunuzda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu matnlar oddiy matn, обычный matn. Easy mana. Oddiy matn. Aytdimmi? Paragraf mana to'liq shakli. Tegga oti nima ekan? Paragraf. Mana shuni bosh harfi olingan. Tushundingizmi? Bosh harf, paragraf. Oddiy matnlar uchun chiziqcha, oddiy matnlar uchun mana. Oddiy matnlar uchun. Keyingisi BR boshlanishiga kerak bizga. BR misol uchun boshlanishiga kerak. BR degani break. Break sindirish bu. To'g'rimi? Sindirish. Doqlamizda sindirish mana. Sindirish. Break degi. Doqlamada men break deb yozib qo'yaman.
breakdagi sindirish. Yana keyingisi nima? Keyingisini ko'ramiz. Endi H1 dan H6 gacha bo'ldi. Lorem ipsum. Lorem ipsum nima? Shu tekst ichida misol uchun sizga uzun tekst kerak bo'lib qoldi mana bunaqa uzun. Mana shunaqa yozib o'tirmaysizda, random tekst bor. Random tekst ortida lorem deb yozasiz mana qarang. Lorem deb yozasiz. Bilasizmi? Yo'q, qolsa shart emasmi? Shunchaki mana 30 desangiz mana 30 ta son. Ha, mana. Ko'rdingizmi? 30 ta so'z chiqarib beradi. Mana. Agar mana yana bitta qilsam mana 300 ta so'z bo'ldi mana. Oldindan ko'rsa bo'ladi bosmasdan oldin. Tushundingizmi? 2 qilsam mana 2 ta so'z. Lorem ipsum. 3 ta qilsam lorem ipsum dollar. 4 ta qilsam lorem ipsum dollar seed. Enter bossam bo'ldi. Podskazka berganida mana. Podskazka berganida bosishim kerak. Agar bermasa nima qilaman? O'chirib boshqa tilni yozsam qaytadan podskazka beradi. Bundoq bosilib ketib qoldi mana. Yo'q bo'lib qoldimi? Ustoz o'rgatuvdilar, aldaganlarni ustoz menda nimaga ishlamayapti? Ustoz ishlayveradi. Qayerda xato qilyapman deb depressiyaga tushib, stress qilib, boshimni partaga urib, siqilish shart emas. Yengil bitta kofe choy, limon choy, davom. Bundoq qilamiz, qaytadan o'chiramiz, yozamiz. Tushundingmi? Easymi? O'zing easy. Lorem bo'ldi bu. Lorem 3 qilaylik mana. Lorem 4 mana. Lorem 3 deb yozish kerak bo'ldi. Mana shunaqa. Men yodlash uchun tashlab yozib ketyapman-da, dokumentasiya qilib ketyapman birdan. Endi loremdan keyin bo'ldi. Birinchi mavzuyimiz tugadi mana. Oson. Endi shuni men bitta prezentatsiya qilib, kaxt qilib o'rgatib o'tirmayman, yengil o'rgatib qo'ydim mana. Endi ikkinchi mavzuga o'tsak bo'laveradi. Hazm qilyapsizmi? Qiyin emasmi? Easy ustoz, easy. Hazm qilding ustoz, hazm qilib beraman. Hozir hazm qilib kelaman endi. Endi A tegi mana. Qiziqarli teglarga kelyapmiz mana. A tegidan oldin mana birinchi strong center del batta. Mana shu teglarni o'taylik. Birinchi mana. Mana shu teglarni o'tamiz. Endi bizda button tegi bor mana. Button. Button nimani anglatadi? Misol uchun click. Click nima edi o'zbek tilida? A? Pul tashlash? Click ilovani aytasizmi? Yo'q, click bosish degani. Click mana. Click mana bosish. Tushundingizmi? Click, taq deb bosish click mana. Buni yozsangiz buttonga o'xshab chiqadi, knopkaga o'xshab chiqadi. Knopka o'zbek tilida, ingliz tilida button deyiladi. Tushundingizmi? Ingliz tilida button deyiladi. Shu knopka mana shu. Ichida yozsangiz knopkaga o'xshab chiqadi mana bunaqa knopkaga. Va ustiga bossangiz mana ko'rdingizmi? Mana bunaqa animatsiyalar bo'ladi o'zida mana. Bossangiz bo'ladi mana. Surib qo'ying. O'zi ashaqa o'tirasiz bo'lmaydimi? Ana, klikka o'xshab chiqadi. Zo'r. Endi buttondan keyin bizada matnlar bilan ishlaydigan tekstlar bor, matnlar bilan. Faraz qiling mana P tegi bor mana, P tegi bor endi. Misol uchun mana strong tegi bor mana, strong. Strongda ichida nimadir so'z yozsangiz, misol uchun Alisher deb yozdingiz mana. Alisher deb yozasizlar bugun. Alisher deb yozdingiz. Alisher deb yozgan yozuv qanaqa chiqar ekan? P da yozgan tekst oddiy chiqadi, to'g'rimi? Lekin mana bunda yozgan tekstchi jurni, to'g'rimi? Buni Wordda Ctrl B ni bossangiz bold qilib beradi, to'g'rimi? Ctrl B degani bu bold degani. Bold bu semiz degani, yog'on degani. Mana shu Alisher. Demak, strongdan keyin bizada endi mana shuni boldi ham bor mana. Voy. Mana yo subhanalloh. Alaykum assalom. Endi boshlandi. Mana B degan teg ham bor. Bold degani. Bunda ham Alisher deb yozsam xuddi shunaqa. Yoki Valiyev mana. Valuyev mana. Valuyev ham xuddi shunaqa chiqadi mana. Ko'rdingizmi? Lekin hozir yangisi mana bu. Yangi versiyasidagi mana bu. Bu eski versiyadagi. Tushundingizmi? Ha? Libboyni yozsa libboyni qalin qilib beradi. Tushundingizmi? Ichidan flonta tekst yozib ketsangiz ham bo'ladi. Yashang. Eski versiya. Nomi nima ekan? Bold. Bold eski versiya. Mana buniki strong degani kuchli degani, to'g'rimi? Bu yangi versiya mana. Yangi versiyasi mana. Yangi versiyasi mana. Endi bizda keyin emphasize bor. Emphasizedan keyin mana. Emphasize misol uchun emphasis mana. Emphasis deb yozdim mana. Qanaqa ko'rindi? Og'ma, to'g'rimi? Bu italik deylardan unda. Ctrl I ni bossangiz og'ma qilib beradi mana. Bizda isi ham bor mana. Italik deb yozasiz buni mana. Italik mana.
Ko'rdingizmi? Endi farqini qarang. Ikkalasi ham bir xil, lekin nimasida farqi bor? Mana bo'lsa emphasize degani bu Yangi eski degan. aha, mana bu emphasize nima ekan? Yangi versiyasi. Bu ishlasa bayqab Yangi versiyasi, hozir tushuntirib beraman uni. Bunisi eski versiya. Eski versiyasi. Mana. Endi nimasi farqi bor desangiz, mana qarang. Google Speech degan narsa bor. Misol uchun ChatGPT ga yozib turib, audiosini o'qib ber desangiz, mana bu audiosini o'qib beradi, to'g'rimi? Bitta yozdingiz, mana oxirida audio degan mikrofon chiqadi. Mikrofonni bossangiz o'qib beradi, to'g'rimi mana? Ha. Ustozim Nurim. PDF tayyor bo'ldi. Apellyatsiya Ha, ko'rdingizmi? Endi mana bu emphasize'da o'qiyotganda shu mana bu audio mana bu yerda bildirib o'qib ketadi. Misol uchun bugun biz ustozim Nurimning darslariga kirdik. Endi mana bunda yozsangiz, bugun biz ustozim Nurimning darslariga kirdik. Bir xil o'qib ketadi. yangichasi boshqacha. Ha, yangichasi bildirib, emotsiya bilan o'sha joyni bildirib o'qiydi. A strongda ham shunaqa qalin joylarini bu muhim deb belgilaydi. Tushundingizmi? Important deb belgilaydi. ChatGPTga yangichasi yoziladi ekan. Ha, ChatGPT dan kod yozib ber desangiz ham nima deydi? O'zi o'qitayotgan. Yangi versiyasini yozib beradi. Tushundingizmi? Mana yangi versiyasini yozib beradi. Endi mana shu yerda misol uchun mana qiziqishga so'rab ko'ramiz. Mana new deymizda mana. Doq qilamanda mana. Shu teglarning orasidagi farqi. Haya, mana. Teglar orasidagi farqi misol uchun. Ustozim, bu teglar tashqi ko'rinishda deyarli bir xil ko'rinsa ham, ma'nosi, semantikasi jihatidan farq qiladi. Demak, ma'no nima ekan? Semantika. Bu farqi nimada ekan? Asosiy farqi ma'nosida. Ma'no degani ingliz tilida semantika ekan. Ha, bu yangi so'z. Mana videoga yozib olyapman, daftaringizga konspekt qo'yasiz. Qarang, B tegini qarang endi, strong tegini qarang. Vazifasi matnni qalin qiladi, bu ham matnni qalin qiladi. Ma'nosi faqat vizual qalinlik beradi. Ya'ni faqat ko'rinishda farqi bor, xolos deyapti B-ni. Endi mana bunda muhim yoki urg'u berilgan matn ekanligini bildiradi. Urg'u berib aytadi. Bugun ustozim Nurimning darslariga kirdik. Ha, ular darslari qiziqarli boshladilar. Mana shunaqa boshlaysiz. Anladingizmi? Xuddi shunaqa, jigarman. Endi bunda matnni kursiv qiladi, bu ham matn ko'rinishidan bir xil. Lekin ma'no jihatidan-chi? Ma'no nima edi ingliz tilida? Semantika. Bittada topganingizga qarang, faqat vizual kursiv beradi. Bunda-chi? Zamonaviysida matnga urg'u, emphasize berilganini bildiradi. Urg'u degani albatta u speech deb bildiradi. Razgovor qilayotganda. Tushundingizmi? Tamom, xuddi shunaqa. Endi yana nima qoldi bizada? Strong. Del bilan center qoldimi? Del bu o'zi bitta mana shu xolos. Del ichida del to'liq shakli delete degani bu nima edi? O'chirish. Ya, parod qilmagin, Alisher. O'chirish mana, qara, bo'ldi, siqilma. Delete to'liq shakli mana. Delni to'liq shakli delete ekan. Tushundingmi? Delete mana ma'nosi o'chirish va buni ichida nima yozsangiz, nima yozsangiz ham bitta nima chiqar ekan? Tekstni ustidan o'chirib beradi. Bu hali skidkalarga o'xshaydi. Skidka ketyapti, o'zi marketda mana shuncha skidka sotib oling deydi-yu. A shunda ustidan chizib qo'yadi mana shunaqa qilib. Ha, tushundingizmi? Ki hamma bozor sindirib yuraverasiz mana bunaqa. Endi center tagi bor. Center tagida nima yozsangiz mana o'zi to'liq shakli center marka matnlarni nima qiladi? Markazga, o'rtaga joylashtiradi mana. Joylashtiradi mana. Doq qarasangiz mana. Lipoy matn yozsangiz o'rtadan chiqarib beradi. O'rtaga. Nima ma'lumot yozsangiz ham o'rtaga chiqarib beradi. Prям. Tushundingizmi? Easy way mana. Strong del button. Endi ahref. Endi qarang. Bizada ahref degan tag bor mana. A degan tag bor mana. A deb yozib turib bitta enter bossangiz, bu sal boshqacharoq. Mana bitta qo'shimcha nimasi bor ekan? Href degan narsasi bor ekan. Ko'rdingizmi? Bu href degan narsa bu atribut. Atributning vazifasi nima? Misol uchun mana bu yerda link deb yozdingiz masalan. Google deb yozdingiz mana. Google deb yozdingiz. Tushundingizmi? Yoki YouTube deb yozdingiz mana. YouTube deb yozdingiz mana. Aniqga qarasangiz mana. YouTube degan tekst chiqdimi? Ustiga bossa o'tib ketadi.
Oy oy oy, bilganni qaranglar, buni bilganni. YouTube'ga bosganimizda boshqa sahifaga o'tish kerak. Lekin nima qiladi? O'tmaydi mana. Nima qilib turibdi? Mana bu refresh bo'lib ketyapti. Ko'rdingizmi? Zagruska qilyapti. Boshqatdilar mana refresh. Reload deydi ingliz tilida. Yana refresh deydi. Sahifa yangilanyapti. O'tmaydi. Chunki biz faqat tekst kiritdik xolos. Endi bunga buyruq berishimiz kerak. Mana shu YouTube tekstiga bosilganida, mana YouTube tekstiga bosilganida qayerga o'tish kerak? O'tish kerak bo'lgan joyi linkini mana shu yerga yozamiz, href ichiga. Misol uchun mana YouTube veb-saytiga o'tsin. https://www.google.com. Mana, ko'rdingizmi? Endi posta qayerga o'tadi? Google ga o'tdi. Mana nima qilaman? YouTube deb yozsam, YouTube ga o'tadi. Orqaga qaytamiz mana. Bosaman, YouTube kirib ketadi mana. Dadam. Tushundingizmi? Mana shu yerga yozgan joyingizga bossangiz o'tib ketadi. Endi qara, faraz qiling. Endi mana bitta hishtima yozmadingiz, lekin linkini kiritdingiz. Ekranda sizga hishtima ko'rinmaydi. Mana bitta sizga hech narsa ko'rinmaydi. Mana bitta hech narsa ko'rinmaydi. Tushundingizmi? Chunki mana bitta kontentda hishtima yo'q mana. Mana shu yerda hishtima yo'q. Tushundingizmi? Endi ochuvchi va yopuvchi tag deb nomlaymiz buni. Tushundingizmi? Mana bu nima ekan? Ochuvchi va yopuvchi tag. Ochuvchi tag bilan yopuvchi tagning farqi nimada? Slashda. Yopuvchi tagda nima bo'lar ekan? Slash bo'lar ekan. Tushundingizmi mana? Slash degan terminni ham o'rganib oling mana. Anta yozib ketaman endi. Birinchi men buni yozib beraman. Mana bu oti nima ekan? Mana buni oti abu tag yoki element. Qanaqa qarayapman bo'l. Href bu attribut deyiladi. Attribut degani bu qobiliyat. Qo'shimcha funksiya qo'shib beradi. Mana tagga, a tagiga qo'shimcha funksiya qo'shib beradi. Tushundingizmi? Qanaqa qo'shimcha funksiya qo'shib beryapti? Oddiy tekstlarni bosganda boshqa sahifaga o'tib ketadigan qo'shimcha funksiya qo'shyapti. Tushundingizmi? Funksionallik. Menda konditsionerim bor. Senda-chi? Desa, menda ham bor. Meniki sovutadi, menikichi illatadi. Meniki qishda ham ishlaydi, yozda ham ishlaydi deyapsizlar. Tushundingizmi? Shunaqa qobiliyat qilib beradi. Demak, attributlar nima qilib berar ekan? Taglarga qo'shimcha funksiyalar qo'shib berar ekan. Yaxshi. Endi bizda slash bor ekan. Slash oti nima ekan? Mana bu slash deyiladi. Tushundingizmi? Yopuvchi tagda doim nima bo'lar ekan? Slash bilan yopilar ekan. Bu ochuvchi va yopuvchi taglar. Zo'r. Yetadimi? Davom etamizmi? Davom etamiz. Bunga ham kirib qo'y. Keyin oxirida bitta kafet qilamiz, tugataveramiz. Keyingisi marquee kerak emas bizga, image kerak bizga. Image kerak bizga, image. Endi image degi bor mana. Image deb yozsangiz o'zi birinchisida chiqadi, ko'rdingizmi? Image deb yozsangiz chiqdi mana. Nuqta slash. Endi bunda ikkita attributi chiqdi birdan. Va buni yopuvchisi yo'q. Bu nima qanaqa tag ekan? To'liq shakli image, mana. To'liq shakli image, tushundingizmi? Qisqartmasi image mana. O'zi dasturlashli kodlar hammasi qisqartma bilan yoziladi. Image to'liq shakli shunaqa va buni qanaqa attributlari bor ekan? src ni to'liq shakli. Mana image deb yozamiz. Mana bitta image bo'ladi. Mana bitta yozib ketaman endi. Image bu chiziqcha, image deb to'liq shakli image. Tarjimasi rasm, tarjimasi src. Source, mana to'liq shakli source. Manba degani. Manba yoki ma'lumot. Manba yoki ma'lumot. Tushundingizmi? Endi alt degani bu alternate. Nima degani bu? Protiv. Tushundingizmi? Alternate degani protiv degani parallel. Parallel nimaligini bilasizmi? Nima degani? Qarama qarshi. Bir-biriga qarama qarshi turadi. Tushundingizmi? Endi ko'ramiz. Bu image tagini yozsangiz o'zidan o'zi hech nima ko'rinmaydi sizga mana. Tushundingizmi? Hech nima ko'rinmaydi mana. Bu yerda hech nima yo'q. Bu yerda src mana. Source, manba degan joyga siz rasm qo'yishingiz mumkin. Misol uchun men Google dan qidirib
nimani rasmini qo'yasiz? Misol uchun mana ustozim Nurim deb yozdingiz mana. Rasm mana saytlarim mana ustozim Nurim sayti, meni saytim. YouTube'da kanallarim bor. Figmalarim bor, Instagramda ham kanallarim bor. Hamma joyda tiqilib yotibdi mana. Keyin rasmlar bor, rasmlarga o'tsangiz mana logotiplarim, ustozim Nurim veb-saytlari, mana bitta figmalar mana kompyuter ekrani uchun rasmlar qo'yib olsangiz bo'ladi. YouTube kanalim banneri, mana bu YouTube kanaldagi videolarim, mana bu 3D modellar mana. 3D model. Hammasi o'zimniki. Keyin ustozim Nurim uchun video veb-saytlar bor, xullas. Shunaqa. Yana bitta Habibulloh Nuriddin deb yozadi. Habibulloh Nuriddin deb yozsa Instagram o'zim chiqib kelaman, yoshligim. Xo'p, mana bitta rasmni olsak, aytaylik, tilboy bitta mana rasm oldik. Qani rasmlar qirilib ketdi. Say go through the darkest of days and when the aytaylik, mana rasm oldim men. Mana rasm copy image, yoshligim bor ekan-ku. Vaq. Ye? Hamkasbimizmi? Bular nima qilyaptilar PDP Juniorda? Qanday hozir? Ana. Bundoq qilamanda rasm olaman. Mana rasm olayotganda qanday olinadi mana? Rus tilida copyright image URL, copyright kartinka URL rus tilida, ingliz tilida copy image address. Mana shunisini bosasiz, sizga rasmning linkini olib beradi. Va olganingizdan keyin kodga o'tasizda, mana shu yerga Ctrl V ni bosasiz. Qanaqa qilib olganim ko'rdingiz? Ctrl V stavit degani, to'g'rimi? Link uzun bo'lib tushadi mana. Ko'rdingiz? Mana. Link uzun bo'lib tushadi. Endi natijani ko'rmoqchi bo'lib, bundoq refreshni bosib olsak, mana, refreshni bundoq bosib olsak, rasm chiqadi mana. Ko'rdingiz? Bu rasm ko'rsatib beradi. Endi alternate ga nima yozamiz? Alternate ga shu rasm qanaqa rasmligini aytib qo'yishimiz kerak, podskaska berib qo'yishimiz kerak. Misol uchun mana 3 ga 4 rasmim veb-sayt uchun, misol uchun veb-sayt uchun mana 3 ga 4 rasmi. Endi bu qachon ko'rinadi mana? Bu yerda ko'rinmaydi. Qachonki mana bu link xato olib qo'yilgan bo'lsa mana, link xato olib qo'yilgan bo'lsa mana, refresh qilsangiz mana 3 ga 4 rasmi veb-sayt uchun anaqa chiqib turadi. Tushundingizmi? Ba'zida link to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin nima bo'lmasligi mumkin? Internet ishlamasdan qolishi mumkin. Tushundingizmi? Internet ishlamasdan qolsa mana shu yerda 3 ga 4 rasm degan narsa turadi, ma'lumot turadi. Tushundingizmi? Shunaqa holatlar. Endi alternate nima degani? Agar rasm bo'lsa, rasm chiqadi. Rasm chiqmasa, bunisi chiqadi. Parallel ishlaydi. Tushundingizmi? Bunisi ishlasa, bunisi chiqmaydi, bu ishlaganda bu chiqmaydi. Bir-biri bilan parallel ishlaydi. O'shaning uchun bu alternate, o'zbek tilida parallel, buni source, manba. Bu yerda manba ko'rsatilishi kerak. Endi rasm qo'yish ikki xil usuli bor. Birinchisi lokal, ikkinchisi global. Hozir biz globalniy rasm qo'ydik, ya'ni internetdan olib rasm qo'ydik. Tushundingizmi? Agar internetdan shu rasm uchib ketsa, bu veb-saytingizdagi qo'ygan rasm ham o'chib ketadi. Tomirdan ketadi. Chunki siz mana bunga bog'lanib rasm qo'ydingiz, Google ga bog'lanib rasm qo'ydingiz. Oy, shuni Google dan o'tsa ham sizdan uchmaydi, to'g'rimi? Endi nima qilamiz? Mana shu yerdan saqlanib qilmoqchimiz. Qanaqa saqlanib qilamiz? Save image address mana, save image as yoki rus tilida saqlanit как degan narsa bor. Endi mana qayerga saqlanib qilmoqchisan deyapti. Men papkamni topaman, dasturlashga kiraman. Alisher darslari mana birinchi darsga kiraman. Bitta papka ochib olaman. Sizda mana bunaqa new folder degan narsa turadi. New folder sichqonchaning o'ng tomonini bossangiz mana rasmlarni, mana bu rasmlar deb saqlashim mumkin. Ingliz tilida o'sha assets deb saqlanadi. Tushundingizmi? Assets mana. Assets degan papka ochildi mana. Birinchi dars ichida assets. Endi o'shaning ichiga mana bu rasmni nima deb saqlayman nomini? Profil rasmi mana. Tushundingizmi? Saqlab oldim mana. Tushundingizmi? Assets degan papkaning ichida profil rasmi chiqdi. Endi men buni qanaqa qilib qo'yaman desangiz, mana yana bitta image ochamiz pastdan. Bu globalni qo'yish. Bu nima ekan? Global rasm qo'yish. Xavfli tomoni nimada ekan? Google da o'tsa bundan o'chib ketadi. Bunisi lokal rasm qo'yish. Lokal bu mahalliy degani, tushundingizmi? Lokal bu mahalliy degani. Mahalliy, ya'ni mahalliy o'zimiz mahalladagi narsalar. Global degani butun dunyo ko'rib turadigan joyda olgan narsamiz. Готов? Lokal rasm qo'yish va bu yerda qanaqa qo'yamiz mana? Mana bu o'zimizning papkadagi narsalarni bu yerda chiqarish uchun nuqta slash qilaman.
keyin manda shu yerdagi papkalarni ochib beradi. Assets ichidami? Assets bitta bosaman, mana rasm chiqdimi? Rasm bitta bosaman. Bo'ldi mana. Tushundingizmi? Mana shunaqa turadi mana. Ko'ramiz, tekshiramiz, qidiramiz, topa olmaymiz. JPEG. Rasm orasida uzilish bo'lib qoldimi? Shuning uchun chiqmayaptimi? Hatto orasidagi uzilishni o'chiramiz. Tumpachali mana. Bum. Bum. Bundoq qilaman. Shunaqa masalada nuqta slash assets ichidan profil rasmim JPEG. JPEG yo'qmi? Boshqa rasmni sketchat qilib olamiz agar buni o'qimasa. Misol uchun men buni sahranka copy image address save image as masalan ichiga a deb saqlaylik mana. Slash qilsam a degan rasm chiqadi. Men buni tekshirsam mana chiqdi. Ko'rdingizmi? Kirsam chiqadi mana. Ana shu image adresslari bo'lib hisoblanadi. Tamom. Bu yuzga saqlanishga siz kamera yoziladi. Hajmimi? Yozilgan. Mana buni aytyapsizmi? Agar siz har bitta keyin ikkinchi praktika doim rasmlarni saqlaganda o'zini haqiqiy nomini yozib saqlang. Misol uchun kim bu? ITchilarda uchraydigan top 3 muammo. Misol uchun aytaylik IT aka deb saqlab qo'yishimiz kerak. Tushundingizmi? Saqlaganimizdan keyin bu yerdan uchib ketadi. Chunki nima o'zgardi? Imya o'zgardi. Tushundingizmi? Lokatsiya o'zgardi. Qaytadan bundoq qilamanda IT akani qaytadan qo'yib yuborsam, yana bu yerdan chiqadi mana. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Keyin yana shunaqa muammo bo'ladi. Siz mana bu yerda birdan hozir ustoz assetsga qo'yish kerak degandilar dedingiz, lekin o'zingiz mana bu yerda saqlanib qo'ydingiz mana. Keyin bu yerda chiqmayapti mana. Chiqayotdi, keyin siz mana bu yerga olib kirdingiz mana. Olib kirmadingiz-da endi chiqardingiz, chiqmasdan qoldi, to'g'rimi? Endi nima qilishingiz kerak? Buni bundoq qilasizda, o'chirasizda, qaytadan o'chirasizda, nuqta slash qilsangiz mana, qaytadan mana ITchi aka JPEG chiqarasiz mana, birdan chiqadi. Tushundingizmi? Lokatsiya o'zgargandan keyin bu yerdagi lokatsiyani o'zgartirdingiz mana. Buni ichiga soldingizmi? Bo'ldi. Lokatsiya o'zgardimi? Mana bu yerda siz papkangizni qayerda joylashgan, o'sha rasm qaysi papkaning ichida joylashganini ko'rsatib berasiz. Nuqta slash qilasiz, assets ichida, buni ichida mana. Nuqta slash nima degani? Nuqta slash siz turgan papkadagi mana, siz turgan birinchi dars papkasidagi ichidagi narsalarni ko'rsatib beradi, nuqta slash. Slashchi? Slashchi mana. Slash umumiy qo'shnisini ham ko'rsatadi mana, slash mana. Hammasini ko'rsatadi, nuqta slash turgan papkangizni ko'rsatib beradi. Tushundingizmi? Assets ko'rsatasan, ITchi akani ko'rsatasan. Shunaqa gaplar. Tamam. Yana nimalar bor? Rasmimiz odatda mana shuncha turibdi, to'g'rimi? Lekin biz xohlaymiz to'liq holatda turishini. Biz uning uchun nima qilamiz? Mana rasmimizga width bersak bo'ladi. Mana width W bilan yozsam mana width 100% deb yozsam mana 100% deb yozsam, rasm bitta refresh qilganimdan keyin mana 100% bo'lmaydi bu. Piksel deb yozishim kerak. Piksel qilsam mana 100 piksel qilsam 100 ta katakcha bilan teng bo'ladi mana. Mana shu yerdan mana shu yoqqacha 100 ta katakcha ekan. Tushundingizmi? Har bitta katakcha 1 piksel hisoblanadi. Bitta katak 1 pikselga teng. Endi men buni nima qilsam bo'ladi? 1000 qilsam mana o'tib ketadi. Ko'rdingizmi? Mana shu yerdan mana shu yoqqacha 1000 piksel ekan. 10,000 qilsam ketadi mana. Scroll qilib qidirib yurasiz mana. Ketdi mana. Ustoz qattanadi. Ko'zim. Rangga qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa. Imamni 300, 330, 310, 312 qilsangiz ham bo'laveradi. Tushundingizmi? Xohlagancha piksel yozsangiz bo'laveradi mana. Gatov? Keyin height bersangiz bo'ladi mana. Heightiga misol uchun 20 piksel qilib qo'ysangiz mana. Qisilib qoladi. Pajab bo'lib qoldi. 200 qilsangiz mana. Mana. 200 piksel. Mana buni 500 qilsangiz mana. 500 piksel. Kattaligi. Ana shu width height image. Ana shunaqa gap. Width eniga, height bo'yiga. Mana shuni ham yozib qo'yaman mana. Width nima ekan? Width chiziqcha eniga, ya'ni kengligi
kengligi height bo'yiga uzunligi uzunligi doq qilamanda rasm olaman.